Katarakt operatsiya narxi nimalarga bog'liq va necha pul? Avvalo katarakta bu nimaligini tushuntirib o'tsam, bu gavharni qiralishi va gavharni qanchalik darajada qiralashgani, ya'ni yengil, o'rta, og'ir, yetilgan va yetilmagan kataraktalarga bo'linadi. Agar yetilgan katarakta bo'ladigan bo'lsa, narxi 4 milliondan boshlanadi va gavharni qayerdan ishlab chiqarilganiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni indiyskiy gavharlar bor, amerikanskiy gavhar bor. 4 milliondan 18 milliongacha o'rtacha gavharlar bor. Agar gavhar xiraligi o'tib ketilgan katarakta bo'ladigan bo'lsa, bunda joylanishi dislokatsiya bo'ladigan bo'lsa, gavhar o'zini joyidan siljigan bo'lsa va gavharni ushlab turuvchi tip bo'ylamalari ham jarohat yetgan bo'lsa, bularda ham qo'shimcha gavharda ushlab turish uchun mahsulot qo'yilgani uchun narxlarga 1-2 million darajada o'zgarishlar kirishi mumkin. Agar sizni yaqinlaringizda katarakta bo'lib, siz buni operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz, bizni klinikada 10% chegirmaga ulgurib qolishingiz mumkin. Reklamaringizda maxsus iVision Andijon degan promokodni skanini qilib, bizni klinikamizga murojaat qilsangiz, biz sizlarga 10% chegirmani taqdim etamiz operatsiyaga. Va biz bilan bog'lanish uchun maxsus quyidagi raqamlar Telegram kanalga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. O'zingizni va ko'zingizni asrang.